Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Murod. Men Chirchiq shahridan keldim. 1 yil 3 oylik tajribaga egaman. Bo'lib olish texnikalarida o'zi ishlashni yaxshi ko'rardim. Lekin nimadir joyda o'sib kelib turib to'xtab qoldim-da. Yo'g'iga nimadir qilish kerak edi o'sish uchun. Shunga boshqa ikkita ustoz bor edi o'zi. Shularga bormoqchi edim. Yo u yoqqa yo bu yoqqa variantim bor edi. Men dedim uchaman dedim Temur akaga. To'g'ri yo'l qiyin. Juda uzoqda, juda ichkari joyda kelishdi, ancha adashib ham qolgan joylarimiz bo'ldi. Lekin shunga yarasha rezultat oldim o'zimda. Yotoq yeb ichishga keladigan bo'lsa, u yoqda hech qanaqa muammo bo'lmadi. Yotoqlar ham juda ham zo'r, yeb ichishga ham gap bo'lishi mumkin emas. Komandaga bo'lsa umuman gap yo'q. Men sheriklarim hozir bundan keyingi videolarda master class deydi. Bu master class emas, bu kurs 5 kunlik. 5 kunlik kursda menimcha 5-kun ortiqcha. Meni fikrim bo'yicha shunaqa. Endi to'g'ri, yaxshi ilib olmaydigan insonlar uchun bo'ladi, 5-kun zo'r. Lekin tez o'rganadigan odamlarga 5-kun o'sha ortiqcha deb o'yladim. Meni o'zimga почти 4 kun bemalol yetdi, o'zimga kerakli detallarni o'g'irlab olishga. Yana bitta narsa, sizlar master classga yoki bo'lmasa kursga kelgan paytinglarda 100% narsa o'rgana olmaysizlar. Misol stolda ham 10 ta ovqat bo'lsa, hammasini yeya olmaysizlar. Bitta narsa yeysizlar bo'ldi. Kursda ham xuddi shunaqa. Sizlarda o'xshamayotgan fishka, o'xshamayotgan bitta detal bo'ladiki, o'shani to'g'rilashga kelasizlar. Agar o'sha narsani bilib turib, nimada ayblar borligini bilib turib kelmasanglar, любой kursga kelganinglardan foyda yo'q. Rekomendatsiya qilishga keladigan bo'lsak, agar erinchoq odam bo'lsanglar yoki bo'lmasa o'zingizlar ustingizda ishlashni yoqtirmasanglar, o'zingizlarni hurmat qilmasanglar, bu yoqqa kelmanglar. Hamma o'zini hurmat qiladigan, o'sish xohlagan insonlarga kelsa bo'ladi emas, kelish shart. Kelib bir marta bo'lsa ham malaka oshirishda, mana shu yerda o'rganib 5 kun yurib, ozgincha bo'lsa ham musofirchilik his qilib ko'rish kerak ekan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.